Assalomu alaykum jondan aziz jonlarim. Hamma ayollarimizni, onaxonlarimizni, opa-singillarimizni kirib kelgan bahor ayyominglar bilan muborakbod etmoqchiman. Qaranglar, bahordan nishona. Bu esa bizni albatta eng suyukli gullarimizdan biri lola. Bayramona kayfiyat sizlarni tark etmasin. Meni chiroylilarim, beg'uborlarim, mehribonlarim, bir-biridan go'zal, lobar, bir-birini ehtiyot qiladigan, bir-birini sevadigan, bir-birini hurmatini joyiga qo'yadigan aziz muxlislarim. Hammanglarni kirib kelgan bahor ayyominglar bilan tabriklayman. Umringlar uzun, rizqinglar butun bo'lsin. Kirib kelgan Ramazon oyidagi bahorimiz hamisha bahor bo'lsin. Hammamiz xonadonimizda qut-barokatlar arimasin. Sizlarni yaxshi ko'rib qoluvchi Shirin xonim, bayraminglar muborak. Buni hidlarini qarang. Sizlarga ham mana shu gullardan ilindim.